odam qayerdan biladi o'zi qanaqadir holatlar bormi, что u tan olmayapti, lekin tan olish kerak shu narsani. Endi bu bitta narsa bor. Men uchun eng zo'r indikator nimadir neto ketayotgani. Juda oddiy, qornim chiqib ketyapti, demak nimadir neto ovqatlanishim. Katta indikatorda, ya'ni muammolar ketma-ket sistematichni paydo bo'laversa, yillar mobaynida, demak sen nimadir noto'g'ri qilyapsan. Va sen o'ylaganchalik zo'r yoki aqlli emassan-da. Ko'pchilik mana bilsangiz to'xtamizdan puldan muammo, uyda muammo, xotini bilan muammo, bolalari bilan muammo, do'stlari bilan muammo, o'zi bilan muammo, muammolar ketma-ket yillar mobaynida tugamayapti-da, lekin u inson hamma narsani to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Muammolar bo'ladi, по-любому men hamma narsani to'g'ri qilsam ham, boya aytganimdek, tipa boshqara olmagan narsalarimiz bor-da. Lekin agar muammo surunkali ravishda bo'layotgan bo'lsa, doim sistematik bo'layotgan bo'lsa, demak nimadir neto, o'ylanib qolish kerak. Shu joyda inson o'ylab qolish kerak. Men nimadir xato qilyapman, katta ehtimol. Agar o'zi ko'ra olmasa, shu xatoni borish kerak, tajribali birodda shu ustoz bilanmi, kimdir bilan gaplashish kerak, shu ko'rsatish kerak. Xatoni tan olish o'ta qiyin. O'ta og'riqli, aniqrog'i, mana shunaqa. Lekin xatoni tan olsangizgina, mana kasalni tan olgan kuningiz davolashni boshlaysiz-da. To'g'ri. Ungacha yuraverasiz, kasal bo'lib bilmasdan. Bo'ldi, men kasal ekanman, menda bor ekan mana shu narsa degan kuningiz o'sha analiz qo'yib davolanish boshlanadi. Xatoni tan olgan kuningizgina xatoni ustida ishlashni boshlaysiz. Undan oldin emas, hech qachon bu narsa bo'lmaydi.